Xitayning og'ziga tek halqi buzuq. İrimi sanmay. Gördüңізме? Xitayning og'ziga. Xotinning og'ziga tamoq saldırıp qo'yganlik. Bu bizga Sharqiy Turkiston xalqiga, Uyg'ur xalqiga, Sharqiy Turkiston davosiga qilgan eng qabih xiyonat. Bunu keçirishga bo'lmaydi. Bu nima uchun qilyapti endi? Buning zihinsel buzuqlik u kadar buzilib ketganki, buni boshqa har qanday millat, Xristianlimi, Yahudiymi, o Xitoyning og'ziga tamoq sep qo'ymaychimi? Opirib Xitoyning og'ziga ishni siydirib qo'ysam bo'ldi deydigan Yahudi Xristianlar. Xotinni chiqib, xotinni aning og'ziga tamoq sep qo'yib, "Hey! O'zining xotinni dasmiy soladigan, o'zining xotiniga osiylik qiladigan, o'zining xotinnicha boshqalarga yuragi qo'ydigan, shundoq xoin, shundoq pes, shundoq chakani puchak g'alchildek qilib qo'ymagan Allohga bizlar haqiqatan hamd aytsak bo'ldi. Shuning bilan birga manda xoinlarga anda qini buzuq ko'li buni. Ma qini buzuq go'yliga eng kuchli g'azab va nafratlicha shakllantirsak bo'ladi.